O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 22, 23, 24 may kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 22, 23 may kuni ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat 22 may kuni kechasi 17-22 daraja, kunduzi 33-38 daraja. 23 may kuni kechasi 14-24 daraja, kunduzi 30-35 daraja. 24 may kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 22-23 may kuni ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat 22 may kuni kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja. 23-24 may kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.